Hammaga assalomu alaykum. Obunachilarimiz. Mana bu Juguliga 1 yil oldin Damas'ni eshik zamoqlarini nima qilib o'rnatib berganmiz, ustanobga qilib. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerlarni ham ko'rsating qani. Damas'ini qo'yganmiz. Ligirovkaga keldi mana 1 yil mobaynida kelgan ekan. Mana hozir ko'rishlaringiz mumkin. Ligirovka qilib chiroyli qildik. Mana shunaqangi eski Jugullarda ham mana shunaqangi chiroyli qilib minsa bo'ladi mana. Eshiklarni chot yopiladigan qilib bayonogidek qilib. Mana bu ishlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana bundan ziyod bo'lmaydi. Mana 06 mashinamiz mana shunaqangi ahvolga o'ziniki qilib yaxshi yopilmasdi. Mana shunaqangi yaxshi yopiladigan qilib zamon qilib chiqardik. Qanday? Ko'nglingiz to'ldimi? Juda ham yaxshi bo'ldi. Qo'yib bergan paytingizga yaxshi edi. Bir yilcha yurdik, mana 1 yildan keyin sal yopilish, ochilishlar qiyinlashganda yana bir regirovkaga keldik mana. Dardi oson ekan, tez bo'ldi mana. Qanday? Damas'ni nimasi yaxshimidi, o'ziniki yaxshimidi? O'ziniki zo'r. Bu yaxshi bo'ldi. Yaxshi, ovozi ham yo'qda mana, qarang. O'ziniki kars etib zo'r bo'ldi. Ovoz chiqmaydi. Suv kirmaydi ichlariga, ichki tomonga bo'ldi eshiklar. Suv kirmayotgan bo'ldi mana. Mashinchamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ringdan keyin. 07 oyna, 07 bakovoylar ustanobga qilganmiz shu payti. Mana shuni ham o'zim qo'yib berdim. O'zimiz qilganmiz mana. Zakonni va eski mashinada ham mana shunaqangi qilib chiroyli qilib minib yursa bo'ladi. Itdan suyak qarz bo'lib, boyagi nima kreditga mashina olganda mana shunaqa 06larda ham, Jugullarda ham mana 1,5 ming shu atrofda olib minib yursa bo'ladi mana. Mana shu mashinada 1500 dollar olgansiz, to'g'rimi? Shunday, 1500 dollar. 1-2 million xarajat qilgan chiroyli mashincha mana. Hammaga rahmat. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nasib bo'lsa qilib beramiz mana. Shunaqa. Manzilimiz Urgut tumani, Mirzaqishloq mahallasida. Kelaverasizlar obunachilar.